Подписчikda falonchiga yetkazib olsam, yaxshi reklamani urib yuraveraman degan fikr bo'lishi mumkin. Iltimoslar hozir butun yoshlar ishlari kengashi, yosh bemorlar kengashi, butun o'zim nomidan iltimos qilamanki, u fikrni hozir ham mashinaga tashlab ko'rib ketinglar she'rni Qosim. Bizni maqsadimiz mana bu agrobiznes sohasiga, xoh chorvachilik, agro soha, dehqonchilik, asalarichilik, meva sabzavot hammasida bu jamiyatni, o'zbek xalqini, yosh tadbirkorlariga va O'zbekistonda mavqeini dunyoga olib chiqadigan bir strategik bo'g'inda xizmat ko'rsataman xalqimga degan katta strategik bir maqsad bilan kirish kerak. Reklama uni yo'li degan narsa. 100 ming, 150 ming bo'yicha ham bizga juda odamlar kelgan. Aka biz hozir reklama oladigan ishimiz yo'q. Biz ishimizni qiymatimizni yaratib olishimiz. Va ertaga aytadigan o'sha chet elga qanaqa reklama olsa bo'ladi. Shuni ham asnovasi shu. Agar boshidan pulni orqasidan qurganimizni, faqat reklama deb yurganimizda bu darajaga kela olmaysiz. Bizi siz shunaqa ekansiz deb